Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan MediaPark MediaBlog loyihasi va sizlar bilan Honor X7D telefonini obzor qilamiz. Raspakovka. Ketdi. Honor X7D. Buni 3 xil rangda bor: kulrang, qora va tilla rang. Buni boshqalardan ajratib turadigan tarafi, ya'ni eski modeldan ajratib turadigan tarafi, buni ham suvda bemalol ishlatsa bo'ladi, prичем vaqti ko'proq. Qumga qarshi ovozi juda ham baland, ham 400 gacha ko'tariladi. Hozir ko'rsatib beraman uni. Va tepadan tashlab olganingizda oldingilari bilsangiz 1,5 metr, ya'ni qanchadir. Bu hozir 2 metr balandlikdan tashlab olsangiz ham sinmaydi. Hop, batareya 6500. AI da ishlaydi. Endi daskanalni bitta-bitta ko'rsatib beraman. Ketdim. Honor X7D o'tgan safargi modellarga nisbatan nimasi yana zo'rroq, nimalar qo'shildi, bitta-bitta tushuntirib beraman. Buni mustahkamligini endi 2 metrdan bilsangiz bo'ladi tashab ko'rib. Endi hozir bu yerda menda sharoit yo'q, o'shaning uchun 2 metrdan tashab ko'ra olmayman. 3 xil rangda chiqqan seriya qora tilla rang, suvga ham chidamli. Hozir suvga ham bitta tashab ko'ramiz buni. Suv ichida ishlatib ham ko'ramiz. Xo'p, 108 megapiksel orqa kamera. Aytgancha ovozi, menimcha endi bundan yo'q kolonka ham kerak emas. Ovozi juda ham baland. Hozir eshittirib ko'ramiz bitta Wi-Fi ga ulanib. Xullas, ovoz juda ham baland ekan va eng zo'r joyi, montajyorlar yoki chiroyli rasmga tushmoqchi bo'lganlar, videoga tushmoqchi bo'lganlar, lishniy narsani olib tashlab, yetmaganini qo'shib qo'ymoqchi bo'lganlar uchun men hozir bitta-bitta detalni rasmga olib, nimadir olib tashlab, nimadir qo'shib, hozir AI da qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Va sizlarga obishayotganimdek buni suvga tiqamiz. Oy, sig'madi. Sig'di. Mana ho'l holatida ham buni bemalol ishlatsa bo'ladi. Snapdragon 685 ta ishlaydi. Ana o'shaning uchun ham bu shunaqa mo'shni. Honor meni udivляет qilyapti. Endi sizlar bilan buni AI da qanaqa ishlashini ko'rsatib beramiz. Ya'ni rasmga olamiz, u yerda o'zimizga yoqmagan lishniy kadrlar, narsani, buyumni olib tashlaymiz va tugallamagan bir rasmni davomini ko'ramiz. Qanaqa darajada zo'r qilib bera oladi. Ketdi. Mana sizlarga rezultat. Menga yoqdi. Sizlargacha kommentariyada yozib qoldiringlar. Men o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. Ya'ni ayniqsa yosh bolasi borlar, shu sinishidan, suvga tushib qolishidan qo'rqadiganlar bemalol ishlatsa bo'ladi. Zaryadkasi uzoq muddatga yetadi, tez zaryadga oladi, ichida zashitkasi bor. Zaryadniga chiqadi. Итог мощный телефон. O'zimizning takoy Gaydarinskiy. Byudjetniy segmentda bundan ortiq telefon bo'lishi menimcha mumkin emas. Va bu telefonni qanaqa qatdan xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta, MediaParkdan naqdga yoki bo'lib to'lashga. Bo'lib to'lashga bo'lganda ham peniyasiz, boshlang'ich to'lovsiz. Va bizda partnyorlarimiz assortiment juda ham katta, juda ham yaxshi. Bilasizlar, hammalarni MediaParkda kutamiz. Keyingi safar nimani obzor qilishimizni xohlaysizlar? Nima yangi texnika chiqdi? Kattami, kichikmi farqi yo'q, opsiyada yozib qoldiringlar.